Yangi Cobalt olib kelishgan MCM yangicha varianti. Bu mashinaga qilib berilayotgan ish xosligini ko'rsatib o'taman. Xo'p, 274 km yurgan yangi mashina. Mashinani zavod qilib, shuni zadniga urganda orqa kamerasi o'zi bo'lmaydi, ko'rsatmaydigan bo'ladi. Biz bitta programma orqali orqasiga kamera qo'yib, monitorida orqa zadniga urganda orqani ko'rsatadigan qilib programma qilib beryapmiz. Kameralarni qo'yib, xo'p, zavodskoyda shunda urganda o'zi hech narsa o'zgarmaydi. Programmadan kelgan monitor ko'rsatadigan bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, bitgan holatini ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, monitoridan YouTube'ga ham kirsa bo'ladi. Android Auto yoki CarPlay orqali foydalansanglar bo'ladi. Xolisa programmani ham yozib bo'ldi. Tekshirib ko'ramiz. Xo'p. Zadniga uramiz. Mana orqa kamera ko'rsatishlari ideal darajada. Rulni burganda palasalari u yoqqa bu yoqqa qayiladigan bo'ladi. Kerak emas bo'lsa, mana shundan palasani ham o'chirib qo'ysa bo'ladi. Ko'rsatishlari chotki, bu hammasi programma orqali qilindi. Kim MCM Cobalt'ga programma qilish kerak bo'lsa, shunaqa kameralar qo'yish kerak bo'lsa, bemalol Lifecar UZBga murojaat qilsanglar bo'ladi. Ishlarni chiroyli qilib bitkazib beramiz.